Joriy yilning 15-19 aprel kunlari Jizzax viloyati Zomin tumanida o'tkazilgan nufuzli sport musobaqasida namanganlik yoshlar o'z salohiyat va irodalarini namoyon etib, yuksak natijalarni qayd etishgan edi. Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyida munosib yutuqlarga erishgan o'quvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Taqdirlash marosimida Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ishtirok etib, bunday bellashuvlar yoshlarning jismoniy tayyorgarligini mustahkamlash, jamoaviy hamjihatlikni shakllantirish hamda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda beqiyos ahamiyatga ega ekanini ta'kidlashdi. Marosim davomida litsey o'quvchilarining yutuqlari alohida e'tirof etildi. Sportning ko'p kurash turi bo'yicha granata uloqtirish yo'nalishida Marjona Muhammadjanova birinchi o'rinni, Yahyobek Abdumo'minov esa ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Yengil atletika turida litsey jamoasi yana birinchi o'rinni, mini futbol bo'yicha esa ikkinchi o'rinni egallashdi. Musobaqa yakunida umumjamoa hisobida Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Bu kabi yutuqlar namanganlik yoshlarning jismoniy va ma'naviy barkamol shaxs bo'lib kamol topayotganidan dalolatdir. Ular kelajakda ham vatanga sadoqat va fidokorlik bilan xizmat qilishga tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.